O'g'lim, mana senga sovg'a 16 Pro Max. 16 nima qilaman 17 chiqdi dada. Men buni o'z ishlating, kerak emas menga. Zokir, Zokir, kiyib bera. Ha dada. Mana senga to'p pop keldim. Mangami? Ha? Rahmat dada. Sal eskida. Rahmat. Bo'ladimi? Azalar yo'q, eski bo'lsa. Bachalar, kelinglar to'p o'ynaymiz. Zokir! 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 Nimaga dodlisan? Pas gapir, dadam ishdan charchab keldi, uxlayotdilar. To'p o'ynaylik-ku. Hay molxonada o'ynaymiz, yur. Ot mana yoningda turibdi. Ot qani? Mana o'ng tarafingda ot. Ha, o'zim urdim. Nima qilyapsan? PUBG'ni malaq berman qani? Bacham yotolmaydi otingdan. Ha, boring u yerga kirib yoting, menga nima deysiz, ey? Ot. Tegma nima qilyapsan? Dadam kelib boshlayversin, keyin yeymiz shuni. Tapirdamay o'tir qani? Ibey, bacham ovqat yeb o'ldingizlarmi? Ha, kelish kerak-da ovqat yemoqchi bo'lsangiz. Bizlar davrimizda otamiz kelmasa, dasturxonga qo'l uzatmaydi. Ha, siz davringizda o'tiramanmi, ochsiz kutib. Menga qara bacham, davr o'zgargani yo'q. Ana bu shappot hol eski shap. Yandex qilmay men o'lay. Bitta klientni yarim soatdan beri kutib o'tiribman. Bing etib atkaz bosib yuborsa dardim kimga aytaman? Bunaqada qachon ko'karaman ekan, ha? Assalomu alaykum. Yandexmi deysiz? Haydang. Endi atkaz bosib yuboradi deb turdim. Chiqdingizmi singlim, ketdik. Anaqa uylanganmisiz? Shopir aka, xotiningiz bormi? Uylanmaganman singlim. Bo'ynimda mashinadan kreditdan boshqa hech vaqa yo'q. Yes! Menga juda ham yoqdi, Shopir aka. Mana shu bir chekkaroqda to'xtatib yuboring-da. Joningdan qop-qora Malibu'mi? Bu sizga tayyor mashina. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir, yelkamga baxt qush qo'ndi. Voy, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bu onasini emsin, bayda nima qilyapmiz endi? Bu Brand Rose do'koni 20-oktyabrgacha shim, oyoq kiyim, vitrovkalar barchasi 99 mingdan. Tayyor kiyimlar. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir. Kimdir kalboshing umuman baxtdan chiqmasin deb duo qilganmikin, ha? Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bayga nima keldik? Oppa, o'zingizga 3 xonali domni kaliti. Tayyor uy. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onasini emsin. Shu paytgacha bitta ham kemaga olmadim. Badaniga kelib bo'shtirib qo'yapti-yu. Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Keling, tortinmasdan kiravering. Qanaqa bo'larkan, ha? Bu endi sizning uyingiz. Enamda uyda yashab bermasammi onasini emsin? Asal bolalarim. Iye, bular kim? Bular meni bolalarim. Tayyor farzandlar. Siz qiynalmang dedim-da. Ya, onasini emsin va qiynalmasdim, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bir odam chiqdi. Yuri. Banan yegim kelibdi. Dur, olib kel. O'ylama yaxshimi? Yo'q, kulmik yegim kelibdi. O't bacham, olib kel. Bo'ldimi, ko'ngling joyiga tushdimi? Yo'q, kecha tushimga koreyska uzum ko'rdim. Katta. O'shandan yegim kelibdi. Onangga bir bo'g'ozmikan ya? O't qay topib kelsam? Endi bacham bu ham bir kasofat. To'g'ri, ayb bizadan o'tdi, urdi. Nima so'rasang mana ketirib berolmas. Lan, sen olib keldik mana. Endi bacham bizlarni kechirda yozib berma. Nima so'rasang qilamiz. Aniqmi? Ha. Xohlagan narsa. $100 ming pul. Man kechirasan. Man ana unaqa qasibi. Nimaga uryapsan mani? $100 ming deding, men ana unaqa. $50 ming. Bacham tur. Nazar tur. Sana deb ana bu mashina sotdik. Bütün umr ana shu yo'lda yurimiz ana. To'xta. Hayda. Oy, onasini emsin. Hey, bu bacham. Yaxshimisan? Do'ch yegim kelyapti. Onang. To'g'ri. Yo'q.